Hammaga assalomu alaykum. Ko'pchilik so'ragan yer maydoni eksklyuziv uylardan sizlar uchun ajoyib bo'lgan uglovoydan birini topib qo'ydik. Bahasam bir normal bahoga qo'yilyapti. Agar qimmat ko'rsangiz kelib, egalari bilan tartishib, savdolashib ko'rsangiz mumkin bo'ladi. Uyimizning obzori bilan to'liq tanishib chiqamiz. Video davomida ma'lumotlarni to'liq berib o'tamiz. Kreditini davom etib ketish sharti bilan. Shuni bir oldindan bilib qo'ying, ketdik. Eksklyuziv uylarimizda bundancha obzor qilishimiz sharti bilan shu hamma planni biladi. Kirganda 10 qo'l chap qo'lda ilk xonamiz o'zining radnoy holatida turibdi. Hamma narsa tayyor. Bemalol kelib to'shamchalarni to'shab yashasangiz bo'ladi. Mana laminat pullar ham o'zining sifatini yo'qotmay turibdi. Уже mana 8 yil bo'lgan ekan. Kreditni to'lab o'tirganda mana bu yerda 12 yil kredit qilgan. Vanna sanuzellarining ham ishlari bilan chiroyli qilib remontlar qilgan, kafelar bilan ajoyib qilganda sho'r ochib to'gilib yotgan yerlari yo'q. Bu yoqda xonasini hamma narsalarni bir xonaga qo'yib, eshigini ilib qo'ygan ekan. Bu yerdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizda mana обычный kuxnya. Arizona var, gaz plitasi. Bu yerda uyimiz gazda. Hozir bilasizlar, ko'p eksklyuzivlarning o'zi gazi yo'q, to'xtab qo'yib bu gazda g'aylar. Arqa yog'imiz mana ko'rib turganingizda bu yoqda chetda kotolxonasi bor buning. Kotolxonasi, nasozlari, mana filtr, hammasi chiroyli qilib suvga da, vodoprovodga da uchuvchilar qo'yilib turibdi. Tayyor, bemalol. Atsam mana ko'rib turibsizlar, suv ochilib, egilib to'proqlar normal turibdi, faqat qaritagan, yashitagan odam yo'q bu yerda. Shuning uchun hisobini atiga qaramayapti. Va bu yoqda manamiz arqa yog'idan shunday uglovoydan o'tganingizda mashinangiz uchun garajingiz. Halang garaj qiling, halang bu yog'ingizni ulaytirib qo'shib solib oling. Tem bo'li sizniki uglovoyda zo'r yerda joylashgan ajoyib. Lokatsiyasini aytamiz. Lokatsiyamiz Efir metan tarafda bo'ladi. Efir metan yoqda. Xalasangiz Berniy ko'chadan Malbazor yoqdan kelsangiz ham bo'ladi. Bu yoqdan Nukus yo'ldan 380 trassadan kelsangiz ham bo'ladi ag'aylar. O'rtada joylashgan, trassaga qarab solingan eksklyuzivlarimizdan bo'ladi. Sostinasini ko'rdinglar, normal sho'r ochib to'gilib yotgan yerlari yo'q. Endi 1-2 bunday remontlar oddiy ekan desangiz, xalasangiz yevro remont qilib yashab olsangiz ham o'zingizning ixtiyoringizda. Shu turishunda qanday bosiratan hajagalarimiz bor-ku, zapas qilib qo'yaman deyman. Zapas qilib qo'yatan bo'lsangiz, sразу kvartiraga berib qo'ysangiz ham uyingiz bekor turmaydi. Ham pulingizni mulk etib baylab turadi, ham bu yoqda kvartira oyina pul kelib turadi ag'aylar. Uyimizning bahasi 26 ming dollar aytilyapti. Qaytilib kelish berataylari bor, kelib uyindagi egalar bilan o'zingiz ustida savdolashaverasizlar. Bizlarda bilasizlar, ustuna baho qo'ymaymiz, bizlar xizmat haqqimiz bor. Sotuvchidan olamiz, oluvchidan pul olmaymiz. Bemalol telefon qiling, ixtiyor shu joyini ko'rsataman, olajaydim. Ko'rik, bo'latag'im bo'lsa olaman deb telefon qilsangiz, ko'rsatamiz bemalol, keyin egalar bilan savdolashib, olishib, bemalol qalang davom etib ketishga oling. Oyi 2.200 dan уже pastga tushib o'tirgan. Hozir grafikini ochib ko'rdim. Grafikida уже mana oldimizdagi oyga 2.200, keyingisini 2.100, 2 million ana shunday pasayib turgan ekan. Grafiklari oxirida 868 ming so'mga tushib qoladi ekan. Bankdagi ostatki puli esa bankda 128 million so'm ostatkisi bor. 12 yili qolgan. Endi Kamukak degan yeri bor. Kimgadir qimmat, kimgadir arzon. Mo'j sizning ko'nglingizga yoqsa bemalol kelib ko'ring. Atingizga o'tirib olaman desangiz, dokumentlaringizda salgina tushunmagan yo'l yo'qligini aytib yordam beraveramiz. Bankda kreditlarni yopishini, boshqasini qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizlar bilan men ixtiyor umidchiman. Agar ana shunday joylarni sotajaq bo'lsanglar, joy olajaq bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqavering. Bizlar joy oluvchilardan pul olmaymiz.